Devende yana Kazakistan'dan kelgen öz vaqtda bizning Dünya Uyghur Yaşları Kurultayının kuruluşida köp tecrübe mehnet sarf qilgan ve şunundan buyan milli davaymızda her zaman bizning muavir reisimiz Kahraman akının yanında bulup tevrenmesli muş davası bir hizmet qilib kelgan yaş ama pishqadam muharibchimiz Zuhrullam efendi siz tevkil. Merhamet. Hürmetli turizm adamları, hürmetli vekiller, hakikaten 5. iyul vakiyesi bütün dünya Uygurlarını devretti desek hatalaşmayımız. Sebebi nurgun adamlar bildi bizimki Kazakistan'da 300 milyondan artık Uygurlar var. O Uygurların ki hayatı marif olsun, sanat olsun ve başka ictimai işlerde hiç qanday bir problemisi yok. Yaxşı yaşap kelganlikdan bizning problemimiz şu Kazakistan'daki problemi, ondan başka problemimiz yok. Vatandaki problemi şu yerdeki adamların problemisi deb kelgan. Ayrım adamlar vatan davasını qisman ko'pchilik shunday kelgan. Biroq 5 iyuldan keyin bir turkum Uyg'ur yoshlari bosimi rus tilli yoshlar bir quchoq internetten suratlarni kelib Abdurashid Turdiyevning uyiga kelib mana shu stolga hammasini chechib tashlab nima qilib o'tirmiz? Men ming'an odamlarimizni qirib yoshlar o'lib yotsa, balog'at yeshiga yetmagan bolalarni o'ldirib yotsa, biz mayli o'tirsak, qani bizning insonchiligimiz deb o'r yig'lab, shu kundan boshlab Qozog'iston Uyg'urlariniki madaniy tashkilotlar olsun ve başka sahadaki ayollar cemiyetler olsun, yoki bunu vatan davasına qo'ygan siyosiy tashkilotlar olsun, hepsi birikib Qozog'istondagi o'zlariniki qanchalik o'zlarining qarindosh ona vatanimizdagi qarindoshlarga o'ztashligini bildirgan shu yerda ko'rsatdi. Birinchi bo'lib shu hech qachon O'rta Oziyada unday ish bo'lmagan. Birdan bir O'rta Oziyo bo'yicha cho'ng bir nazar o'tkazildi. O nazarning oyog'i cho'ng bir miting bo'ldi. Olmaotadagi 4000 odam qotadigan Respublika sarayida 10 mingdan jiq odam kelib yig'ilib, shu yerda cho'ng miting o'tkazdi. Haqiqiy bayroqlarni ko'tarib, nurg'un bizning ziyolilarimiz. U yerda hech qachon shu bizning davorimizga kelmagan shoir yozuvchilarimiz, ressamlarımız, ziyalarımız, marif sahasideki malimler, ilim fendeki ziyalarımız hepsi baş koştu. Mana şu iş hakikaten Uyghur halkınınki 5 gün düşke vakti her qanday joyda, her qanday mesele boyunca birleşemeyidiganını ko'rsatdi. Hakikaten ben almışıydı degandek, mana başka natıqlar degandek bizninki Xitoyning oldida bosh egmay o'zimizningki adolatlik haqiqatimizni xalqaroga chiqara oladigan o bizning jur'imizga. Agar Uyg'ur xalqi haqiqat uchun kurash qilib mashta qilmoqdigan bo'lsa, cho'qim biz xalqaroda yoki Xitoyning oldida o'zimizningki mustaqilligimizni hal qila oladiganligiga 5 iyul voqeasi bizni isbotlab berdi. Bu yerda endi yan bir narsa yani bizdeki şu meselemiz boyunca yani yukarı sözle alaydıgan neyimiz Rusya'daki bir çoğun devlet 2 gün şu merkezi televizyondan 2 gün haber verdi. O haber vergende hakikaten yoşurduğun haberler mesela bu ketimde hakiki boğan vakiyasını dedi. Kazakistan boyunca barlık kanallar boyunca şu meselelerini gösterdi. Bana şu özü bizning devletimizdeki yoki Qozog'istondagi demokratiya yo'liga tushganligi, O'rta Osiyoning demokratiya yo'liga tushganligi yoki Uyg'ur xalqining o'ziniki adolatlik inqilobini sahnaga ochganligini isbot berdi. Endi buni bugungi bizning yig'ilgan yig'inimizda haqiqatan bundan keyingi qildigan ishlarimizni yoki strategik planlarimizni tuzib bir yıl nima qilaymiz, keyingi yil nima qilamiz yoki shuni qilish uchun qancha iqtisod keldi, regionlar bo'yicha qanday ishlarni olib ketalaydi, shu planlarimizni tuzib, hammamiz bosh qo'shib, kelajak hayotimizni
muşu bugün günde tüzümesek hakikaten keş kalmamız. Onunla bizge yardım berdigan yoki bizge akıl ko'z tutadigan mana nurg'onlagan yillar davomida ishlab kelayotgan Erkin aka Aliptekin o'tirdi. Erkin aka Aliptekin hammanglar bilsizlar, mushu siyosatda nurg'on yillar ishlagan, Ulponiki председатель bo'lgan yoki bizning Rabia Qadr onamizni bugungi kunda O'rta Oziyada 7 yoshdan 70 yoshgacha hammasi 20 million Uyg'urning lideri deb tanidi. Yoki biz shu Qozog'istonliklar, O'rta Oziyalik Qirg'izistonliklar to'ntaldik. Mushu eng jiroq yezlardan boshlab Olmutniki barliq yezlargacha mushu tashviqot mangdi. Yoki 5-iyuldan keyin O'rta Oziyadagi Uyg'urlar noyib cho'ng ishlarni qildi. Hamda buni yig'inimizni muvaffaqiyatli oyoqlashib, kelajakda barliq o'ylagan, hammamizning o'ylagan nishonlarimizga yetishimizga Xudoyim bizga yo'l ochsin, hammanglarga Xudoyimdan nur yog'sin. Rahmat.